Assalomu alaykum qadrli o'quvchilar. Bugun 11-mavzudagi, ya'ni 8-sinflarga berilgan 11-mavzudagi 11.6 chizmani bajarilishini bugun ko'rib chiqamiz. Demak, mana o'lchamlari berilgan, eni, bo'y holatlari. Ya'ni bo'y holatlari berilmagan sababi mana bu. Bizda katta aylana bor. Uni jami kattaligi 36. O'sha 36 3 sm 6 mmlik bo'lgan balandlikni detalimizning bo'y qismini tashkil qilgan. Eni esa 40 bo'lgan, 40 holatida ikkita katta va kichkina aylanamizni markazlari masofasi ko'rsatilgan. Bu 40, ya'ni 4 sm da. Kichkina aylanamizning o'lchami 20, uni ichki qismidagi esa 10 1 sm, ya'ni katta aylanamiz 36, boya aytganimdek, uni o'rtasidagi, ya'ni ichidagi aylana esa 22 sm 2 mm. Demak, chizmamizni boshlaydigan bo'lsak, chizma mana o'lchamlari ham hammasi ko'rinyapti. Demak, ixtiyoriy qog'ozga parallel holatda bitta chiziq tortib olamiz mana. Xo'p. Hammaga ko'rinyapti menimcha, yaxshi. Demak, o'shandan mana bu qismidan boshlaylik. Mana 0 dan qo'yib 20 bu tarafga, 20 bu tarafga. Jami 40. Mana o'shanday holatda. Endi ikkita tarafga, pastga va tepaga chiziq tortib olamiz. Mana holatda. Ikkita chizib olgan chiziqimizni orasidagi masofa 40 bo'ldi mana. Ya'ni 4 sm. Demak, endi keyingi qiladigan vazifamiz, xo'sh, o'ttiz oltining teng yarmini tepaga va pastga teng holatda bo'lib olamiz. Ya'ni mana bu markaz holatida aylanani, ya'ni katta aylanani bajarib olamiz. Teng yarmini bu qismga, teng yarmini bu qismga to'liq. O'ttiz oltini yarmi bizda 18 bo'ladi. Ya'ni 1 sm u 8 mm. Mana lineykamizga qo'yib o'lchab oldik. Mana belgilangan masofa bor, shuni aylanani chizib olamiz.
Mana, ya'ni chizmamizdagi katta aylanani bajarib oldik. Endi esa kichkinasini bajarishimiz kerak. Buning uchun detalni umumiy bo'yni tashkil qiladigan o'lchamni orasidagi masofasiga o'lchab olamiz. Mana. Bizda markaz bor, mana. Tepa qismidan va pastki qismidan. Mana. Ya'ni bu katta aylanamizni balandligi bilan bu mana bu yerdagi sirkul yordamida belgilangan nuqtalarimiz bir xil. Mana qora ruchkada ko'rsatib ketdim. Endi o'shandan chiziq tortib olamiz. To'g'ri qilib. Tepa qismidan ham xuddi shunaqa. Xo'p, mana, ya'ni detalning mana bu qismi bajarildi hozir bizda. Ana endi kichkina aylanani joylashtirib olishimiz kerak. Bizda mana bu va mana bu nuqtalar orasidagi 40 va mana bu masofamiz, ya'ni qora nuqtada belgilab olgan nuqtalarimiz orasidagi masofa ham 40. Endi bizda mana to'g'ri chiziq bor. Kichkina aylanani markaziy chizig'i bor. Endi shundan 1 sm tepaga, ya'ni mana bu qismidan taxminan mana bu yerlarga kelsa kerak, 1 sm o'lchab olamiz. Bir santimetr o'lchab olamiz mana. Xo'p, 1 santimetr o'lchab olganimizdan keyin o'sha joyga sirkulni qo'yib, mana bu nuqtadan kichkina aylanani bajarib olamiz. Xo'p, mana. Hammaga ko'rinyapti shekilli, mana bu 1 santimetr tepaga o'lchab olgandik, o'sha yerdan pastga belgilab olgan qora nuqtamizdan mana aylana bajaramiz. Mana. Ya'ni bu kichkina aylanamiz. Xo'p, tutashmalarda bitta narsaga ahamiyat berishimiz kerak. Qaranglar. Bizda mana bunaqa shartli belgi bor. Har doim to'liq yoki yarim aylana bajarganimizda o'zini shartli belgilar bilan doim ko'rsatib ketadi. Keyin mana bu bor. Bu radius, bu aylana diametri. Demak, qarang, bitta narsaga ahamiyat berishimiz kerak. Aylana diametrida, misol uchun, mana kichkina aylanamizni umumiy uzunligi to'liq aylanasi 20. Lekin o'lchamda biz o'lchayotganda buni to'liq holatda o'lchamaymiz. Ya'ni buni teng yarmini. Misol uchun 20 berilgan bo'lsa 2 sm emas, 10 sm holatida mana bu lineykaga o'lcham qo'yib o'lchab aylanani bajarishimiz kerak. Xo'p, tushunarli? Qanday? Ya'ni mana bu shartli belgida o'lcham berildimi? To'liq aylana bajariladi. Lekin mana bu berilgan o'lcham o'lchanmaydi. Uni teng yarmi olinadi. Har doim shunaqa bo'ladi. Xo'p, keyingisi radius. Radiusda sizga, misol uchun, mana bu chizmamizda ham berilgan ekan, R7, to'g'rimi? R7. Mana bunday shaklda o'zi keladigan bo'lsa, ya'ni radius 7 holatda keladigan bo'lsa, buni o'zi, ya'ni 7 holati olinadi. Buni yarmi olinmaydi. Ya'ni qanaqa radius mana bu belgi bilan o'lcham keladigan bo'lsa, bo'ldi, shart emas. Qanaqa o'lcham kelsa o'sha olinadi. Menimcha hammaga tushunarli bo'ldi.
Hop, kichkina aylanani demak bajarib oldik. Ya'ni endi bu to'liq aylanamiz 20 holatida bo'ldi. Mana bu katta aylanamiz, mana boshda o'lchagandik 36. Hop, endi keyingi qiladigan vazifamiz xo'sh. Mana bu kichkina aylanamizni teng yarmi, ya'ni markazi. O'shani belgilab qo'yishimiz kerak. Hop. Mana. Demak, mana bu nuqta. Ya'ni mana bu birinchi chizib olgan markaziy chizig'ingiz bor-ku, detal teng yarmidan bo'luvchi. O'shanga parallel holatda qo'yib, aylanani teng yarmini mana bo'lib olsangiz bo'ladi. Mana bunday qilib. Tushunarli, mana. Endi o'sha o'lchamni mana bu kichkina aylanamizni markaziga qo'yamizda. Mana shu hozirgi belgilab olgan nuqtamizga olib borib, belgilab o'lchamni olamiz. Mana. Tepadagi mana qora nuqtaga olib boramiz. Mana. Tushunarli. Mana bundagi masofa mana tepadagi markaziy chiziqdan mana bunga qo'yildi. Qora ruchka bilan belgilab ketaman. Hop, mana. Chizmamizni deyarli 50 qismidan ko'proq tayyor bo'ldi. Endi kichkina aylanalar qoldi. Keyin mana bu, ya'ni asosiy ikkita aylanani bir-biriga silliq tutashtirish. Hozir shuni ko'rib chiqamiz. Qaranglar. Tashqi urinma holatida bo'lgan. Ya'ni ikkita aylanamiz tashqi urinma holatida bir-biriga tutashgan. Mana bu. Mana chizmani variantiga qaraylik. Mana bizda radius 20 holatda berilgan. Demak, biz 20 o'lchamni o'zini olamiz. Mana bu yerga. Ya'ni tashqi urinma holatida bo'ladigan bo'lsa, sizga berilgan aylanlarning o'lchamiga, ya'ni 20 bo'lsa teng yarmi, ya'ni katta aylanamizga uringan-ku, ya'ni 36. 36 ning yarmi 18. 18 ga 20 qo'shiladi. 18 qo'shamiz 20. Hop, mana buni o'zini o'lchamini yozib ketamiz. 36 mana. 18, ya'ni katta aylanamizning teng yarmi qo'shiladigan mana radius 20 ga. Tushunarli? Radius deb ketay. Javob 38. 38 hozir biz o'lchab tashqi aylana chizib olamiz. Linkani qo'yasiz mana. Xohlagan o'lchamingizga qo'yasiz mana. O'shandan 38 o'lchaysiz. 1 2 3 5 6 7 8 mana. Mana bizda 38 o'lcham. Mana bu aylanamiz, katta aylanamiz markazidan bu yergacha bo'lgan masofa 38 holatida bo'ldi. Mana o'shandan endi yoy chizib olamiz. Mana. Keyingisi
Keyingi kichkina aylanamiz. Mana boya tepada yozib ketgandim 20. Uni teng yarim olinadi. Qo'shamiz. Necha? Bizga radius 20 berilgan-ku o'sha. Ya'ni 20 qo'shiladi. Javob 30. Ya'ni 3 sm. 3 sm-ni mana bu nuqtadan tashqariga qaratib o'lchab olamiz. Mana bunday nuqtadan qo'yasiz. 1 2 3. Ya'ni mana 3 sm. Bundan ham yoy chizib olamiz. Mana. Demak, katta aylanamizni yig'indisidagi chizilgan yoy va kichkina aylanamizdagi o'lchamni yig'indisidagi yoy, mana sirkul yordamida chizilgan yoylar bir-birini nima qildi? Kesishdi. Ya'ni bitta nuqta hosil bo'ldi. Tushunarli? 18 20 38 mana bu yoy 10 ga qo'shilgan 20 30. Ya'ni aylana markazidan tashqariga qaratib mana bitta yoy chizilgan 30lik, ya'ni 3 sm-lik aylana. Ikkalasi mana kesishganda bitta nuqta hosil qilgan. Tushunarli? Ana endi o'sha topilgan nuqtadan kichkina aylana markazigacha olib borasiz mana. Qalamda chizib ko'rsataman. Mana topilgan nuqtadan kichkina aylana markazigacha. O'sha topilgan nuqtadan endi katta aylana markazigacha. Mana. Xo'p. Katta aylanani kesgan, ya'ni mana bu lineykada tortgan nuqtamizda mana tekkan nuqtasi belgilanadi. Kichkina aylanada ham xuddi shunaqa. Mana 1 2. Xo'p. Keyin qiladigan ishimiz o'sha topilgan nuqtadan mana bu ikkita topilgan nuqtalar nima qilinadi? Tutashtiriladi. Hammaga menimcha ko'rinyapti. Mana. Tushunarli? Mana bu nuqtalar belgilab olindi. Mana topilgan nuqtadan tutashtirildi. Mana chizmamiz asosida hosil bo'lyapti. Ana endi bizda qolyapti mana bu burchak qismi va aylanalar. Xo'p. Kichkina aylanamiz, katta aylanani ichidagi kichkina aylanamiz 22. Teng yarmi necha bo'ladi? 11. To'g'rimi? Ya'ni shartli belgi bilan kelgan-ku. 11 1 sm u 1 mm. Mana qayta o'lchab ko'raylik. Ozgina o'tgan ekan. 1 sm u 1 mm. Mana. Hop, sirkulni qo'yamiz. Katta aylanamizni markaziga 1 sm u 1 mm masofani o'lchaymiz. Mana aylanamizni bajarib qo'yamiz. Hop, mana kichkina aylanamizni ichidagi aylana 10. Ya'ni biz 10 olmaymiz, shuni teng yarmini olamiz 5. Mana 5
5 millimetrlik masofani o'lchab oldik. O'shani ham ichidagi aylanani bajarib qo'yamiz. Chizilgandan keyin yana qaytarib ko'rib olsangiz ham bo'ladi. Yaxshi ko'rinmayotgan bo'lsa. Mana bu aylana. Keyingi qiladigan ishimiz mana bu joyi aylana bo'lib bir-biriga silliq tutashgan, to'g'rimi? Bizda radiusda 7 berilgan. 7 ni mana bu joyigacha va mana bu joyigacha. Mana ko'rinyaptimi? Mana shu nuqtada. Yani detalni burchak qismidan pastga va mana bu o'ng tarafga qaratib 7. Ya'ni 7 mm o'lchab olishimiz kerak. Linkani qo'yamiz. Linkani qo'yamiz. 5, 6, 7. Bu yoqdan bitta nuqta, pastga bitta nuqta. Besh, olti, yetti. Qora uchkada belgilab qo'yamiz mana. Xo'p, aslida mana bu lineyka yordamida parallel mana bu chiziqqa pastga, bu esa o'ng tarafga qarab ikkalasi nuqtalarni topib olish kerak. Sirkul yordamida ham bajarib qo'ysa bo'ladi. Topilgan nuqtani mana bu detalni burchak qismiga olib borasiz. Qalamini yoy chizib olasiz. Endi uni pastki qismidan ham topib olingan nuqtadan mana detalni burchagiga olib borasiz, bitta yoy chizib olasiz mana. Bitta nuqta hosil bo'ladi mana. O'shandan mana bu ikkalasini tutashtirib qo'yasiz keyin. Mana. Ikkalasi tutashdi, bu orasidagi masofa 7 mm. Detalimiz o'zi bajarildi, tugadi. Chizma bajarilib keyin o'lchamlari ham keyin qo'yilib ketiladi. Xo'sh, keyin mana bu chizmani tugatayotgan joyingizda mana bu topilgan nuqtalar ham qalamda belgilab ketilishi kerak. Ya'ni tekshirilayotganda mana bu nuqtalar qolishi kerak. Ya'ni aniq ko'rinishi kerak. Mana bu burchak qismlari ham o'chirib tashlanadi, kerak emas. Keraksiz chiziqlar o'chiriladi, detalni o'zi qoladi, o'lchamlari yozib chiqiladi. Ya'ni 11/6 chizmamizni bajarish uslubi xuddi shunaqa. Asosan videoda qo'lim balandroq kelib, chizmani ozroq to'sib qo'ygan bo'lishi mumkin. Vahimali emas. Videoni yana takror ko'rsangiz, qarab tushunib olasiz. Muhimi asosan chizmani birinchi boshlanishida, ya'ni joylashtirib olishingizda, keyin mana bu qo'shuvlariga, ya'ni yig'indilariga ahamiyat bersangiz, detalimiz to'g'ri va aniq chiqadi. Hammaga rahmat, salomat bo'ling.